Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Buxorodagi o'sha mashhur brend Gold Chicken xalq tilida Severniy Guliston tomonda joylashgan restoranlardan biri hisoblanadi. O'shaning 7-mikrorayondagi filialiga yetib kelganmiz. Lokatsiyasi Dinamo Kalchodan 7-mikrorayon tomon kelishda o'ng qo'lda bo'ladi Gold Chicken. O'shaning filiali va ushbu restoranimizga ham sovutish kamerasi o'rnatib berganmiz. Ushbu mijozimiz sovuq mahsulotlarini saqlashadi. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Mana tezkor sovutish kamerasi o'rnatilgan bu yerda ham. Hozir -7 gradusda ishlayapti. Mijozimiz juda ajoyib ishlayapti dedilar. Mana agregati. Ko'rib turganlaringizdek, ushbu kameramizga yopiq tipdagi agregat qo'yib berilgan. Buni afzallik tomoni shundaki, binoning fasad qismiga ham o'rnatsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Mana kuzatuvchilarimiz Gold Chicken Guliston tomondagi filialiga ham ikkita kamera qilib berdik. Hozir bu kameralarimiz ishlayapti. Hop, hozir buni ichki korpusini gradus olyapti. Bu esa ikkinchisi. Ham ishlayapti. Juda ajoyib. Mana o'sha sovutish kameramiz uchun o'rnatilgan agregat.